kimga qattiq tekkan bo'lsam yonib elimdan har doim aytaman. Agar niyatim egri bo'lsa o'zimga qaytsin deyman. Faqat niyatim to'g'riki, shu Alloh yo'lida gunoh qilib qo'y. Butun mana shu diniy chiroyli anaqa qurildi-ku muzey. O'zbekiston sivilizatsiya markazi, islom markazi. Kimlar pulini tikdi, kimlar mehnatini tikdi, hammaligidan Alloh rozi bo'lsin. 7 avlodiga yetadiganini qilib qo'ydi-da. Ular 7 avlodiga hamma duoda. Hamma duoda. Xayrli ishlar ko'p gapirgim kelyapti. Не всё так плохо, как мы это делаем. Прекрасно. У нас очень сейчас прекрасно. Вот эти вот музеи, придите посмотреть. Это dunyoda bitta desam adashmayman-da. Men o'zim borib ko'rmadim, настолько наслышаны. O'zini ko'p kelib gapirib berishyapti-da men. Men ham bordim va onlaynga albatta borganimizda onlayn ham qilamiz o'sha joyda. Chunki sizni hayratingizni eshitish albatta o'sha yerga munosabat bildirganingiz mulislarga. Mana shu endi nima deydi? Nima qilay, sekin chiqishim kerak. Sizlarni yaxshi ko'raman. Bugun to'ylaringiz mozgina menga buguncha xuddi sizlardan ruxsat so'rab men sekin borsam. Rahmat, duo qilamiz. Alloh sizdan rozi bo'lsin. Rahmat deyotganlar bor. Biz sizni sevamiz. Sizni yaxshi ko'ramiz. Qanday qilib jonli aytsam bo'ladi? Ota-ona haqidagi qo'shiqlaringiz buncha yoqimli. Biz uni qayta eshityapmiz. Qancha ko'p aytsangiz shuncha eshitamiz. Opa deb ani uzoq yozganlar bor. Buni yetkazmasam ham bo'lmaydi. Sizga ko'z tegmasin. Alloh panohida bo'ling deyapti. Qo'qondan salomlarim deb. Konsertni ko'rishamiz deb. Andijon viloyati Jalol hududdan salom deb. Bugungi efir qancha zo'r bo'ldi, kim ko'rdi deb bir-biriga savol berayotganlar. Mana yurtda urush bo'layotganlar, islomga fitna qilayotganlar, Alloh o'zi topsin balasini bersin. Va bu masalada bir narsani aytmoqchiman. Aytaman demak, bu ism borda aytay deyapman-da. Mutlaqo bir kun mana yozib qoladiganlar yozib olib qo'yinglar, kesib qo'ymasalar, yangidan men yangi stanget. Kelasi yillarda boshqalarda ham saylanayotgan odamlarda o'sha podshohlikka saylanayotganda qaranglar, qoni o'zbek bo'lsin, mozori shetdan bo'lsin, qoni aralashib qolib, yahudiy aralashib qolsa, sanga ko'rdilaring qanaqa nimalar yashadik. Endi ko'kragimizga shabada tegdi. Bundan keyin o'zbekni etagin yesa ham sanga yediradi, olsa ham sanga beradi. O'zbek o'zinikini ko'chada qo'ymaydi. Har millatni o'zini xalqidan, toza qonidan bo'lish kerak. Allohga shukr. Men mingdan ming roziman Allohdan. Mana shu bugungi kunda yashaganimga, beadad behisob mana shu poshoni davriga to'g'ri kelganimga. Men qolgani bilan ishim yo'q. Urug' aymog'i bilan ishim yo'q. Men mana shu podshoyimiz bugungi qilayotgan ishlar roziman. Umrlar uzun bo'lsin. Nima deydi? Meni ham bolalarimni ko'kragiga shabada desin, bizni ham bolalarimiz yaxshi yashasin. Men ham qulog'iga qo'yib boraman. Sizlar ham qulog'iga qo'yinglar. O'zimizdan bo'lgan saylovlar. Ashiq sal boshqa bir bo'lib qolsa, g'ayridin kelib qolsa, biz islom dinimizga, bizni mana shu xalqimiz tinchligiga o'zimizdan bo'lgan qiyinchilik ko'rgan shunaqa odam bo'lsa, doimiy ham ohang, ham roz bo'lib yashar ekanmiz. Men mingdan ming roziman. Podshoyimizdan ham, xalqimizdan ham, sizlardan ham. Sizlar ham mendan rozi bo'linglar. Xafa bo'lmanglar. Yaxshi yomon gapimga iltimos bir qoshiq qondan kechlar. Kimga qattiq tekkan bo'lsam yonib elimdan har doim aytaman. Agar niyatim egri bo'lsa o'zimga qaytsin deyman. Faqat niyatim to'g'riki, shu Alloh yo'lida gunoh qilib qo'ymasin.